Qiymatlarni taqqoslang degan test berilgan ekan. Buni yechamiz. Ya'ni 5 ko'paytirib 3 minus 5. Mana bu kvadrat o'rniga katta kichik yoki teng belgisini qo'yishimiz kerak. 5 ko'paytirib 3 minus 4 ekan. Buni o'zini yozib olaylik. 3 ko'paytirib 5 minus 5 qiling. Bo'sh qoldiraylik bu joyni. Kvadratchani qo'yib qo'yaveraylik. 5 ko'paytirib 3 minus 4 qaradik. 3 kara 5 nechi bo'ladi? Kara jadvaldan foydalansak 15 bo'ladi. Minus 5 kvadratchani yozib qo'ying. 5 kara 3 15 bo'ladi bu ham. Minus 4. Endi 15 dan 5 ayirsam 10. 15 dan 4 ayirsam 11. Qaysi biri katta? Demak 11 katta 10 dan. Demak belgimiz shunaqa ekan. Ya'ni 5 ko'paytirib 3 minus 5imiz kichkina ekan. 5 ko'paytirib 3 minus 4 dan. Bu A javobda berilgan ekan.